Qarang, Farhida. Har doim aytishadi, dermatologist testlardan o'tdi deb anaqa qildi. O'zi qanchalik bu muhim? O'tmadi, u brendni o'zi yaxshi bo'lsa bo'ldi emasmi, u populyarniy bo'lsa. To'g'ri savol beryapsiz, Suhrob. Qarang, misol uchun mana mist ishlab chiqarilmoqchi-da. Buni sostavida har xil ingrediyentlar bor, glutaziondan boshqa nimalar. Shu narsani olimlar yaratishadi. Ya'ni mana shu komponentlar bilan biz mahsulot ishlab chiqarsak, bu ko'z uchun foydali degan va ular bir necha testlardan o'tishadi. Va testlardan o'tgandan keyin ham dermatologik tashkilot deymiz biz uni, oddiy o'zbek tilida aytganda, ana o'sha tashkilot tomonidan tasdiqlanishi kerak va ular u narsaga haqiqatan ham bu testlardan o'tdi, haqiqatan ham bu ko'jani chувствительный ko'jlarda test qilindi va hokazo degan har bitta narsani detalniy qanchalik darajadaligini ko'rsatib chiqadi. Misol uchun aytaylik, chувствительныйdan o'tdi shu darajada, misol uchun 10 dan 10, 10 dan 9, tipa mana shunaqa darajada hamma narsa keltirib chiqariladi. Ana undan keyingina bu narsani beradi. Farah Beauty'da bu bizning eng muhim qismimiz hisoblanadi. Biz uchun hattoki dermatologik testlardan o'tdi degan narsa bu standart narsa, must have. Bu bo'lishi shart. Undan keyin bizda turli xil laboratoriy boshqa tahlillar bor. Ana o'shalardan ham o'tgan bo'lish kerak. Xuddi universitetga kirganda ba'zi narsalarni topshiradiku, o'shanda o'tdi degan. Ana undan keyingi boshqa laboratoriy tahlillar juda ham muhim hisoblanadi. Bular haqida keyingi safar ma'lumot beraman sizga.